Assalomu alaykum azizlar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Hammaga xayrli kun. Akalarni olib, opamni olib, mana Xudo xolasa aeroportga qo'yga kelganmiz. Aka, Mustafa aviakassani xizmatlari qanaqa bo'ldi? Joyingizda qami? Aka, o'sha narsada ko'rsatilganda qanday bo'lsa shundoq chiqdi. Yolg'on unaqa narsalar yo'q. Yolg'on narsalar yo'q. Hammasi rost, ishonchli. Mana o'zimiz ham kelib ko'ryaptik. Qo'lingizdagi hujjatingizni akalar, tog'alar hech kim ko'rgan ham yo'q, Hech to'g'rimi? kim ko'rgani yo'q. Hech Sizga kim qaragan ham to'xtatgani ham yo'q. Aka, sizchi? Xursandmisiz? Opa, siz ham xursandmisiz? Tavsiya qilasizmi? Opamni mana shu samolyotda oldi kreslosida uchib ketsin deb mana ikkinchi kreslolarga qilib berdim. Birinchi kreslo qilib berardim. Представитель hali kelgani yo'q, shuning uchun agentlarga aytib ikkinchi kreslo qilib berdim. Oynani oldida video qilib ketsin, eslab yuradi bizni deb mana ikkinchi kreslo qilib berdim. Shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu pastda qoldiramiz raqamni, bemalol murojaat qila olasizlar. Adresimizni ham shunday yozib o'tadi Yahyo bey janoblar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.